Assalomu alaykum. Mana bugun 5-aprel 2023. Mana shaxsiy bog'imizdagi Pavlonia daraxtlarimiz. Ya'ni buni material uchun birinchi ekkanmiz. 2023-yili Nihal ko'chatda beriladi. Stakanda ko'chatlarimizni tayyorlab ekib olamiz. 2023 yazını ko'rdi. 2024 bahorda buni qirqib chiqqanmiz. Ya'ni mana bu yerdan mana tamir sistemani rivojlantirish uchun qirqqanmiz. Mana biz mana 24 dağı 1 yillik, tamiri 2 yillik. Mana taxminan 5 metrgacha yetgan. Mana shunaqa holat. Aslida bularimiz 4 ekilish kerak edi. Bizlar mana bu yerda ko'chatni yetishtirib, keyin ko'chiramiz deb shu bo'yicha qolib ketgan. Endi keragini ichidan qirqib olaveramiz. Mana bu yili mana bugungi 5-aprel olsa mana kecha bugun ko'rindi mana shu mana harakatlari. Mana turibdi yaproqlar mana juda ham tez o'suvchi. Misol 23-yili 16-martda ko'ringan. 24-yili 16-aprelda ko'ringan. Bu yil mana qaytar sovuqdan keyin, qaytar sovuqimiz kecha martın ahırda 27'lerde qaytar soğuğu ötdü. Qışqa bu soğuqqa chidadi. Mana bu endi mana 2 yazını ko'rdi. Ya'ni 2 baharını ko'rdi. Bu yil 3-bahar. Bu qirqilmagan holat. Mana shunki mana 2 yillik bu. Qolganlari tanasi 1 yillik, tamiri 2 yillik. Bu yil mana Xudo xohlasa 3-baharını ko'rdi. Xudo xohlasa mana endi kuzgacha bular mana endi semiradi. Mana qabatdan chiqqanlarning barini qirqib olib tashlaymiz. Bizlarga keragi asosan shu 5 metrgacha olgan, ko'zi yo'q, toza material chiqarish uchun foydalanishga. Ya'ni o'zimizningki mana shu bog'dorchilikda uzumlarga stoyka hisobida ham foydalanishimizga bo'ladi. Mana shu mana Pavlonia deyotganimiz mana. Ularga endi tanasi bu yil mana sovuqdan chidab o'tdi, bu yil qishdan. Xudo xohlasa kuzgacha yana tanasi pishib, keyingi endi yillarga agar juda ham qattiq sovuqqa bo'lmaydigan bo'lsa, bu bemalol tajribadan o'tdi, chidashga ishonchimiz komil. Mana shunaqa holatlar. Tanasi mana 1 yillik, tamir sistemasi 2 yillik. O yuqoridan qoldiramiz dağı. Mana ularning hammasini ertaga ko'p tashlaymiz. Sababi bu endi semirish kerak. Sababi tanasi o'sish kerak. Faqat yuqoridan yaproqlarni qoldiramiz. Xudo xohlasa. Mana shunaqa. Yaproqlar mana o bayk o'sganlar, 5 metrdan ham o'sib ketganlar bor mana shular. Xudo xohlasa yaxshi material bo'ladi deyotgan umidimiz bor. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Arada mana o'smay qolganlar ham bor. Ya'ni bular endi quyoshning ko'zini ko'rishda yaproq ketib ketgandan keyin ular endi ko'chirilib tashlanadi. Ular baribir endi arasida. Faqat tamirini olib boshqa joyga olib chiqib o'tkazamiz. O oldi tomonda ham o'sishi nachar bo'lgan. Sababini endi buni tajriba ko'rsatadi ekan. Pavlonia FD sorti deb sotib olingan mana shu Xudo xohlasa.